Assalomu alaykum. Bugun Qo'qon erkin iqtisodiy zonasidagi 5 yulduz un zavodi haqida sizlarga qisqacha aytib bermoqchiman. Zavod 2019-yildan beri ekologik va toza sifatli un ishlab chiqarib kelmoqda. 2019-yilda 120 tonna, 2021-yilda 250 tonna, 2024-yilda 500 tonna bug'doyni qayta ishlab chiqaradigan tegirmonlar ishga tushirilgan. Va umumiy bir kunda 870 tonna bug'doydan sifatli va vitaminlarga boy bo'lgan un mahsulotlari ishlab chiqariladi. 5 yulduz un zavodida birinchi, ikkinchi sort va oliy navli unlar, shuningdek chorvachilik va parrandachilik uchun ham un mahsulotlari ishlab chiqariladi. 5 yulduz, tanho, medalyon, dasturxon, sadoqat, saodat, antiqa, oq oltin va boshqa nomli unlar aynan shu zavodda ishlab chiqariladi. Ana endi siz ko'rib turganingizdek ushbu unlarni do'konda yoki bozorlarda ko'rib qolsangiz, bemalol qo'rqmasdan xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari 2026-yilda Turkiyaning eng so'nggi texnologiyasi asosida sutkasiga 500 tonna bug'doyni qayta ishlab chiqaradigan 4-zavodni ishga tushirish rejalashtirilmoqda. Va ko'rib turganingizdek qurilish ishlari davom etmoqda. Un haqidagi eng ishonchli ma'lumotlarni bilib turish uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.